Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz oldingi soat darslarda HTML, CSS qismlaridan bir tushunib chiqib bo'lgango. Endi so'zlarimiz div CSS. Ya'ni div, Bunday bo'lsa, bizningki bugun soat yozgan div. Ya'ni div degan nima? Div degan o'zi torbetninki ichki mazmun, ya'ni mazmunni o'rashtirgan bir ramkadan iborat. Bunun qarag'imsak, navbatdagi resmni qarag'imsak, body, ya'ni batninki umumiy gavzini ko'rsatadi. Hech qanday ramka emas, balki hech qanday bir doirani o'z ichiga olmagan muqim bir batninki umumiy gavzini ko'rsatadi. Diy bo'lsa, mush bodyning ichida, ichiniki ma'lum bir qismi faqatlam. Xo'sh, endi bu yerda ikkinchi turga qaranglar, container, ya'ni buning o'zi cho'ng, yana serhan turgan cho'ng bir ramka. Bu ramkaning o'zi mush mazmunniki asosi, ya'ni asos mazmunniki ramkasi. Batning ichidagi barliq mazmun mushning ichida bo'ldi. Tushunmi qilashinglar? Andan keyin buni qaraymiz yana. Buningcha deyna. Endi bu asos mazmun ramkasining ichida yana nimalar bor? Bu yerda header bor, ustiga yeshil rangli. Torbatning ustidagi falan bugun to'g'ri degan xatlar, andan keyin boshpat, xabar degandek turlar chiqadigan mazmun shunday qo'y. Uning ostidagisi page body, ya'ni so'z ko'klamli doira. Ya'ni bu asosiy mazmun, Uning ostiga footer, ya'ni torbatniki osti qismi. Mayadki. Bar huquq falan torbitlikda va pokuniya ishildi degan o'xshash uchlar chiqadigan o'rin. Tushundingizmi? Endi bu yerda page bodyning ichida yana sidebar, yana sol tarafdagi kichik sona, andan keyin main body, ya'ni o'ng tarafdagi cho'ng mazmun yozgan, ya'ni asos mazmun yozgan o'rin. Shuning bilan diyayniki o'rnashish biraqur tunji qo'nimishi biraqur tugidi. Majaran tushunmaganlar bormi? Undan olsa biz buni ham amaliy qo'lsib yezib baqamdoq. Xo'sh, yezib baqla, Undan olsa, bu yerga. Avval HTML'niki demasini yozinglar, Bu diyayo'yma bir HTML hujjatning ichida bo'ldi. Undan olsa, endi biz torbekatni yana shu navbatga o'rinmicha diyayn siz baqling. Diqqat. Biz bodingizga center yozitlar, Sizgan jadvalimiz o'ttir chiqsin shunaqa. Yoki bir taraf chiqaversin hozircha. Hozir bir taraf tursin, Yana torbatniki sol tarafda tursin. Endi bu yerga Tana açtık, div, boşluk, ID, tamam, qo'shbashning ichiga. Buningki ismi yozildi, ya'ni container. Hamda divni oxirlashtirdik. Endi buning ichida cho'ng bir divning ichida yana kichik div, ya'ni tarmoq div va div ID set, tamam, header. Yine bunun içinde
Bunun için yine foto şuna koy. Hoş. Hem de biz bunu saklayımız. Nasıl öyle? Üstel yüzüke DIY diye montajı saklaydı. YouTube şekilde DIY HTML alata. Bunu hem icra kılımız. Bunda da mezmun bam yok manada. Mezmun yok. Onda olsa. Bunu da aldım, mezmun yok. Hem de biz bununki CSS'ni ayrım CSS belirlemek bulundu. Biz ayrım CSS belirlep beriş bilen şu HTML'ga birlem yazıp CSS belirlep beriş jarayonini biz tünügün sözgen qo'y. Bunda olsa hazır. Ayrım CSS belirlep berle Mana ayrım CSS belirlep bermeye geldi. Bunu yani mayadan saklap benim diğer yöneticiye slot ticket CSS şuna koy. Ma bilmez YouTube şekilde. Bunu saklap aldım. Saklap algan kim? Mayaga. Mayaga. Body'ninki. Body'ninki. Olmasa yani bununki tayri rengi. Manaat olsun. Bolsun bir sürettim. Yani mani biz ma CSS'ni HTML ulamay turib qanday chiqarib shuna qo'y. Mayaga ular qaraya. Linux real time style shit. Bunun tipi time text CSS. Kırıf time ma ism limiti uslub shuna qo'y. Uslub chekit CSS. Zaten tek o'zgardimi? Xo'sh. Zaten tek o'zgardi. Endi bu yerdagi men qotqashini qurun bu so'zimni. Endi biz asos cho'ng deyi bo'lgan men ko'nchini keldik. Odatda ID kelgan vaqtda 5ga quduq berisi. ID'nin o'rniga klass kelgan vaqtda 5ga chik olamiz. Tushundingizmi? Ya'ni ID kelgan vaqtda quduq berisi olamiz. Endi buning ismi bu yani mao HTML yani diğerinki CSS yazgan vaqtda bir narsa qilaman. Maşkısın qaysini işletimiz? Mana qarang, mana HTML'ga. HTML o'zi qalsin bu konteynerning 5ga CRP kichiklarib qo'y. Siz CSS cho'nglar yetib qo'ysangiz, u vaqtda tunimaydi. CSS cho'ng yez, HTML cho'ng yezib, men CSS kichiklar yetib qo'ysam tunimaydi. Cho'qim qanday shunda bo'lish kerak? Shuni tushundingizmi? Shu men yezish alayda qilaman. Bununki kanalga 400 8'e 800 ma xato oldu ya, tam buna olmaydi. CSS'da buna biz olmay, belki qo'shib bo'yicha buni yaparmiz. Ondan keyin chekish olmasak keyin qiymat ishlamaydi. Biz buni yezib berdik. Bu yer chiqdimi? Lekin men o'rinbal chiqmadi shuna qo'y. 800 ni 380 qilib ya. Bunda olsa 360 qilib o'tay. Men o'rinbal lekin chiqmadi. Endi biz boshqa qilmadan yezib bermaygan. Oxirin bo'lsin shuna qo'y. Oxirin bo'lsin. Oxirin ram chiqmayaga. Men ko'rim oxirin ram bam yo'qmaydi. Ba. Xo'sh. Unda bo'lsa yana
Diqqat. Border. Sırtqı ramkisi 1 piksel. Sızığın şekli tür sızık. Yani solida. Sızığın rengi qaramtı oldu. Qani qaramtı oldu. Chiqdi mayaga? Xo'sh. Xo'sh. Endi mana konteyner degan cho'ng bir diavet yutdi-ku. Uning ostiga biz qaysini olib kelamiz? Mana qayerdan yozmish shunaqa. Shuni olamda. Mayaga. Mana qayerdanki buning ID kelgan-ku mayaga. Shunama? Buning ID kelgan. Endi fotoğrafı haydır nöbette yazıldık bu yerga hamda qimmatni buningki kaniga 300 yo'q 100% ha 100% bo'lsa navbatdagi shu cho'ng bir diavinik ramkasi qanday bo'lsa yaman kichikroq qilingan 350 bo'lsin yoki 360 bo'laversin. Buni egiziga 120 Hayır rengi CC00FF CC mana bo'lsin. Tamam yaptık. Hani görümüz. Bu maya çıktı mı? Hoş. Bu aya çıktı. Mani 100% qilib ya. Bu qanday oldu? 100% qilyaptim lekin chetim chiqib oldimi? Chetim chiqib olmadi chunki bu mau konteyner başlandı, konteyner oxirlashdi. Cho'ng bir diavining ichida shunaqa xeydining mayirmaygacha, anoniki ma pejbodini mayirmaygacha, yana fotoni mayirmaygacha. Tushundingizmi? Xo'sh, endi yana keyingisi. Yana buni davomi, ha? Mana narsa odatda biz ma ozroq orliq qo'yib berdimi? Ma qaroqni orliq qo'yib berdimi? Masalan, mana odatda, ha? Bo'ldi, bu turibsini avvalma ostdan ishi bo'ldi. Bunu mu? Border yani sırt qaramkisi 1 piksel cho'nglikda chiziqni oldi, solid normal oldi, solid. Ana boshni qo'ymay qo'ying, bo'sh qolmay tushundingizmi? Bo'sh qo'ymasangiz u vaqtda qiymatingiz ishlamaydi. Bo'shliq, buni sizning rangi yana o'xshashdan, ashuna o'xshash bo'lsin, ha? Mana siz chiqdi-ku. Endi ostiga yana qaysi ba page body shunaqa buning ID kelganmi? ID kelgandan keyin qanday olishim kerak? Qudib olishim kerakmi? Qudib olishimiz kerak. Yana page body. Bunimi kanligi 100%. Egiziga 180 bo'lsin, ha? Hayır rengi bunlar olsun. Endi man bir sala bağlı. Bu vaqtda men asla chiqdim mana. Xo'sh. Endi men asla foto qilib qoldi-ku. Foto qilib qoldi, ha? Foto'nama ID kelgandan keyin qudib yozamiz. Foto. Men orliqni bo'sh qo'yib qo'yman, bu ishlaymaydi, tushundingizmi? Endi tana ochildi. Bu yerga kanligi 100% bo'lsin. Egiziga 80 bo'lsin. Andan keyin hayır rengi. Mana bo'lsin, ha? Mana boş. Buningki hayır rengi anda oldu. Yana nima bor?
Sızık. Sızık. Ahram olsun sızık. Maya qarama çıktı mı? Hoş. Hamdi. Biz 2800 qalmaniki. Mavu 120. 380 neçe oldu? 500 ma? 500. Bundan 80 cemi 580 bulamda. Bundan 80'i biz 580 qıtara ya. Oldu mu bu? Eğer ben konteynerninki mavu seyirden çoğun varamka. Ben konteynerninki. 200 gün demisemci bu vakitte. Nece şimdi maset Xitayni bilmesin. Bununki 200 gün bemey bakay gayet. O vaktim yine okşaş ketiverdi. Şanızma. Çünkü konteyner degan bir diğerinin içinde avu. Qağıdır hemmisi. Lekin CSS'da anın içinde, manın içinde ayırmayız. Şanızma. Bir başın yeziverimiz mani. Bütün nersini CSS yazımız. Mal çünkü bu adamda bütün nersini CSS yazımız mal CSS'da. Hoş. Emdi. Bunun qarang. Size bilan main body başına qo'y. Bunu şeyle. Mana biz sal kengroq qilaman, ha? Bununki kengligini 360 qilmay. 800. Qilyaptilar. Mana kech bo'ldimi? 800. Dedektör bedlanmasını 800'den beri. Mau 800 ha. Adaptor bilan o'xshash emas ularniki. O'zimiz ehtiyoj qartab berganmiz. Anandan keyin yana ramka bilan sirtqa atraf qarasangiz bo'sh bo'lmaydi. Bu bo'shlikni yo'qotibdilar. Biz mana bodyga marjin nol qilib bersak, bu hal bo'ldi. Hal bo'ldi-ku. Xo'sh, endi men HTML yuziga yozamiz endi. Ma HTML o'ziga. Ma bodyga ayamaga. Center. Yana ma bodyning ostiga yana center yepadik. Bu vaqtda bu mazmun o'tirib keldimi? Ma üst tarafning rangi sariq bo'lsin, ha? Ma xiyarning rangi. Sariq ranglik. Bo'ldimi? Xo'sh. Endi biz mayaga serish mayaga bir ramka maya bir ramka qilamiz, shunami? Buning uchun yana nima HTMLga yozishimiz kerak keldi. HTMLga mush page body yozamdiq. Mana qarang. Page body dedim mana bu. Xo'sh, page body yozamiz mana ichiga. Avval onda nima qilamiz lan? div IDC tam silber yana div IDC tam main body div demak ma ikkisi ma bu page bodyning ichida shunami? Buni bosini qilib yotdik. Unda bo'lsa mana torbet qaraylik. Maya chiqdimi? Chiqmadi, biz buni hech qanaqa bilsak buni uslab bermagan mayaga. Unda biz buni men asli yozib berdim. Asli yozmaymiz, page bodyni asli mayaga yozib berdim, fotoni asli yozmay. Mayaga saqlashlardi. Lekin mayaga saqlashlardi. Baribir diyoyi başlandı, diyoyi oxirlashdi. Başlanjida oxirlashini aralaqda bo'lganki olmazman. Shu an biz sal tushunish bo'lish uchun tartib bo'yicha ustini asli vaqt ro'yab yozilgan. Men foto eng ostida bo'lgan ekan, shuni bu ostida tutsin. Tushundingizmi? Bu yerga mayaga page body. Buni diyoyi kelgan ekan, qurib bersin. Page body. Yana
Kengligi 70%. Egizligi egizligi. Mana page body'ninki egizligi 380 ma. Buni 380 qilib o'tay, ya. Tail rangi mana alat olsun. Bu da siziq bir piksel. Siziqning rangi tüp tuzalatda. Yine ma solu degan qanaq siziq desangiz, solu degan bir mazmun ko'rdingizmi? Misal tüz siziq ma u. Siziqning rangi ta qarantolatda. Ana page body'ning ishga o'smayadi. Maya chiqdi mava. Demak bu center degan bir qiymat bor edi. Shuning uchun men ikki tarafni tashlab qo'yib o'tirishga ketdim mava. Tushundingizmi? Unda olsa, yana qaysi bor? Ma sizda bor, sizda ma bor shunaqa. Sizda bor. Ana ochdik. Bunimi kengligi 30%. Egizligi 380. 380. Ana buningki tail rangi mana havon yozib qo'yildi, ha? Burada siziq bir piksel. Siziq siziq rangi ma'lumot bo'lsin. Ham tanah yipatdik. Hamda man ko'ring. Bu vaqtda men qanday chiqib oldi? Yanda chiqib oldi shunday qo'y, ya'ni mana ustima chiqib oldi. Hamda biz buni mana qilamiz. Bu yerda yana bir narsa bor. Bunun kimi float house'ni lift. Mana bu float house'ni lift qilib turay. Mana tartib chiqsin, ha? Mana chiqdimi? Bu vaqtda men qilayotgan qancha kelib qoldi, ha? Ana meniki right qilib turay. Bu vaqtda yana mana chiqib oldimi? Lekin bu ikki jadvalning doirasini olib chiqib qoldi. Shuning uchun bunun float olti lift bo'laversin. Lekin men page body'ni ichiga mazmun shunaqa. Page body'ni ichidagi to'xtalamaydi emas bu. Page body sizda bilan main body. Page body mavi main body sizda bir bunda olamda xato tuzilganda xo'sh ham ko'ringlar mana. Bunda olsa bu boyada aslan qilsa ma yo'nish bo'yicha bo'ldimi? Ma arliqda bir ramka bo'lmaydi. Bu ramkani biz qanday tashiramiz? Mana tashiramiz. Mana qarang, ha? Bu ramkani biz page body, main body. Hozir bu mashhur o'rinchi page body. Ana bu yerda men aslan qism main body. Men main body'ni men 70% qilmay 60% qilib qo'yay. Bu vaqtda qani ananchik sig'amdiki. Men sig'dimi? Xo'sh. Ana buni men tail rangi qaragan bo'lsak, tail rangi ishlamay turmaydi, ha? Endi shundoq. Xo'sh. Undan o'z buni 65%. Ma bo'ldi. Men tushunammi? Mavi page body, ya'ni mayadiki. Page body ma cho'ng doira. Buning ichida sol tarafga bat mazmun bilan bat mazmunining ichida ma yanston bilan asosiy mazmun shunaqa. Ya'ni mayab bat mazmuni
Bet mazmunun içinde yan stomili asas mazmun var. Bana channel'ıma Emde biz bunu məndə Allah şəbərlə. Hər birisini Allah məndə Allah şəbərlə. Onda olsa, bu yer məndə bir qiymət var. Bu yer məndə bir qiymət var. Ma konteynerin çoğun bir ramka qoyma o. Şuna va. Bununki paddinsa. Paddinga 2 yorliq. Mərcini sil tushungan qo'y. Top margin, left margin, right margin, bottom margin deb yani mazmun bilan batning qirni orlig'i bu. Tushunadingmi ma ustine? Ma paddan olsa, men bir doiradan shuningki 2 orlig'i. Bizning konteynerninki qiymati paddansini 10 taliq. Bu vaqtda man ko'raman. Yana konteyner degan bir cho'ng bir ramka olsa, batninki ichiga yana mush o'zininki ichki qismiga 10 pikselni orqa tashib etib, anandan keyin ichiga sig'dirdi. Masalan, siz kengligi 5 metr, uzunligi 10 metr doiraga doiraning birini oldingiz, shunaqa. Shu doiraning ichiga her tarafdan 10 santimni tashib etib, ichiga jo'z bandini tizdingiz, u bir narsani yetdingiz, har bir narsani qo'ydingiz. Atrofidan 10 santimni tashib etdingiz. Atrofidan 10 santim tashib etsangiz, demak, shu 10 santimni orliq qilib qoldi degan gap. Demakchi bo'lgan, men demoqchi bo'ldim dal shundoq. Atrofida qilib qolgan orliq ma'vo. Ya'ni, an ichiga yig'di. Ham o'zi men darajada sirtib olib ketdi. Mana tushunalingmi? Undan olsa, biz buni bərmək türlü oldu, ya. Bunu bərmək hər bir diyayının arlığından özümüz bevasitə arlıq qoyub baxandıq. Bundan olsa konteyneri qoymayımız, ya. Konteyner degəni sırtlık nəsə, bu körmüsün buludu. Bu faqatlam umum məzmunni yığınçaqlab umum məzmunni bir diyayınca egilib birdiğən nəsə konteyner degən. Nima xiyadırınki bunu qoymaymiz, page body'ga qo'ymaymiz, main body'ga qo'ymaymiz, CD bar qo'ymaymiz, footer qo'yamiz. Shunaqana 1 2 3 4 5 qo'yamiz. Undan olsa, hammamiz birdan birini qo'ymay, bir qo'yib bo'lamdi, bo'ladi. Bu yerga DIY bo'shliq tana ochdik. Endi bu yerga margin 5 yani barliq DIY'ninki sırtqı arlığı 5 pikselden qilib qolsin degan bu. Tushundingizmi? Bir silan yenmasin arlığı. Nima bo'ldimi? Ma bo'ldi. Lekin mayadama page body'ga biz tayyorlang berib o'tgan. Ma page body'ga. Page body mas sol tarafga ma o'ng tarafga mazmunni o'zi yeb tutdi-ku. Bunun tayyorlangini biz ishlatmasak bo'ladi. Faqatlam mush doirani kontrol qilib bersa bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'sh. Endi maya qarang. Bu yerda mana masala bor hozir. Bu yerda mana masala bor. Mardu qarang, ha? Masala o'qimanglar, ha? Amarjon. Mayada diavid ikkisi bor. Birisi CD bar. CD bar bilan ma page body deganninki orliq 5 piksel. Yine page body bilan ma konteyner orliq 5 piksel, shuni 10 piksel orliq qoldi mayada. Tushundingizmi? Madiyaning maqsadini 5 piksel, mana maqsadini 5 piksel, shuni ikkisini biriga 10 pikselmi? Mayaninki qarag'masin, bu yana qandaq? Men mana sal kanalini azar manlarni qisqartib bergan, shu bu yana o'zimiz sanashib olsa bo'ladi. Ustini ostiniki bo'lsa, faqat ustiniki sirtida konteynerda bir diyoyi bor. Ma'lumcha 2 diyoyi bor. Shu ma 2 diyoyi bo'lgandan keyin her bir diyoyiniki 5 dan qolsa 10 piksel. Ustiniki ustini ma ostiniki 5 pikseldan qolsa shu ma'lum darajada ozroq qilib qoldi. Tushundingizmi? Bunikini yana men mana tanishib boqay, ha? Diqqat. Qayerdanikini? Margin 5 deb yozdim. Bu vaqtda mana kuchli bo'ldimi? Kuchli bo'lmadi.
Bundan olsa 10 qilib beray, ha? 15 qilib berib bag'ay. Mana bir cho'm ketib shundoq qo'y. Bundan olsa 10 qilib beray. Xo'sh. Mana o'lchaning bo'ldimi endi? 10 taraf eshik qilib qoldi. Bundan olsa buning kengligi 100% mi? Kengligi 100% tema xadirniki. 97%. Bag'ay. Bo'ldimi? Yana qilib qoldim ay qarang. 95 qilaymiz. Bo'ldimi? Qisqa ozroq. Undan 96 qilib qo'yay, ha? Endi bo'ldimi? Xo'sh. Endi bo'ldimi? Ostidagi nima ishdan tanishuvday, ha? Ostida yo'yiniki nima? Tutturinglar. Üstü tanışaldı hozir. Shunami? Üstü tanışaldı. Ma üstü ağırlık, sol taraf ağırlık. Deganday ma ot taraf, ma üstü ağırlık bilan üstü ağırlıksa kichik. Ma sol taraf ağırlık. Mayasal cho'ng kelgan shunaqa. Endi maya normal tanışamagan. Buni eng yaxshi mana tanishib beray. Mush diyoyiniki. Margin, siziq, lift, yani sol taraf ağırlığına. 10 tekshirib beray. Yoki 10 degan son yozdim, ha? Maya bo'ldimi? Sal cho'ng ketib qoldi. Unda bo'lsa 8 qilib qo'yay, ha? 8. Unda bo'lsa 5. 2. 0. Xo'sh. Endi men sol taraf orqam normalga bularniki. Men sol taraf orqam normal, sol taraf orqam yozmay bo'ldi. Ha, to'xtanglar, men 0. Men 0 qildim. Ozroq farq bo'lmaya. Men qara ozroq farq bor shunami? Cho'ng aytaman, ozroq farq bo'lmaydi. Bundan bo'lsa -2. Hozir qilib -5. Endi bo'ldimi o? Endi tip-tuz üstü. Üstünü kim bor nima yerda? Margin top. Buningmi? 5 piksel, ha? Bu vaqtda shuni tadqiqot undan 10 piksel. A piksel 300 bo'ldi 10. Ne buldum ha? Buldum ama? Ben 10 taraf. 10 taraf ne gene? 96 mı o? 10 taraf ne ketar? Manın ölçüm tanışam degan taqa. Avval biz asasını, ha bu man tanışıp etdilar. Maşallah. 98%. 98 97 ha. Ondan olsa ayağını tadqiq qilib, undan 97. Ya 97 qilib, mayani esa cho'ng aytib beray. Bundan keyin margin leftni. Margin leftni -3 yoki -0. Minus emas, 0. Yoki bo'lmasa 5 piksel. Endi bo'ldimi? Har taraf o'lchanik bo'ldimi bu? Cho'ng aytay, ha? Bo'ldi. Ma ustidan ma'rifni. Ma'rif seçiyorsun bo'ldi. Bundan olsa 96 qilib qo'y ekanligini. 97 qilib o? 98. Eshib ketdi. 97 nima o? Bundan olsa 96 undan 5. 97 undan 5, ha? Undan olsa 92. Mush har bir passaning muhim o'rni bor. Ma o'rlikadimi? Maya o'rlikadimi? Udurma o. Bundan maya qarang, tang olibda chiqaray. Azar masalamki. Xo'sh.
Ondan olsa 97.3. Endi bo'ldimi? Endi men o'ng taraf oraliqni mo'shdan o'xshash bo'ladi. Xo'sh. Endi biz mayadagi page body'ningki kengligini page body'ning kengligidan ko'rimiz olmaydi. Page body'ning kengligi qaysi? Umumiy mana 2 katak 2 ramka bor bo'lgan, mana u qiynoq bilan suskak degan qadimish 2 ramka bo'lgan cho'ng ramka, page body. Mana buning kengligi ko'rimiz olmaydi. Main body. Buni tanishamiz. 65% qo'y, 66% qilib boqadi. Eshitdingmi? Undan bu yerni cho'ngaytib. Bu yerni cho'ngaytib. 65 bundan 5 qilib boqadi. Qisqa. Bundan 65 8. Bo'tdimi? Xo'sh. Shuni bilan maqsim tanishildi. Endi ne qoldi? Ma fotor qoldi, ha? Fotor qoldi. Fotorni osti. Mushumda. Bunimi? Marjin qismini 5 qildik. Bu vaqtda buningga ta'sir qilolmadi. Yana marjin top 20 qilib boqay. May arliq petash bachunami? Undan o'z 10. Qo'shib qoldi. 15. Xo'sh, buning kengligi qanday bo'ldi? Ma xiyadirining kengligiga o'xshash bo'ldi. 97.3 shunami? Buning kengligimi 97.3%. Ham tanishildimi bu? Lekin buniki men siziq yo'q mana unda. Siziqsiz qo'ydim ayaga, ha? Fotoğraf siziq beribkamiz, ha? Oxirini siziq. Ko'rmay qolibdi. Unda bo'lsa, qip-qizil siziq qo'y. Ko'kranlik siziq. Berib qo'y bo'ldi. Chiqdimi ayaga? Ma'ariq normalmi? O'xshashmi ma'asi? Yanada ma'ariq chiqsa, ma'tik ariqlar ma'ariqni selishtirsiz. O'xshash emas. Undan bo'lsa, buning top ariqini 18 qilay. Kenglik katta, ya, o yerda. 16. Endi bo'ldimi? Endi bo'ldi. Astar orlig'i. Marjin butun. Bu 10. Bo'ldimi? Sen cho'ng ketib qoldimi? Men bo'g'indakmi mana bu? Asosan bu qilib qo'yay ma'orliq. Xo'sh. Undan bo'lsa, biz mana ramkani sizib bo'ldik. Demak, mush rasmga ham o'zi bitdi mazmayada. Rasmga ham bitdi. Buni biz Uyg'urcha holatda jadvalni o'rnatmaymiz, shunami? Mouse serish rayoni o'ng tarafga asos mazmun sol tarafga chiqdi o'shabatda. Undan olsa biz HTMLniki bir qiymatini RTL qilib boqaylik. Ma almashdimi? Ma almashmidi. Buning sababi mayada. Biz HTMLniki yo'lishni o'ngdan so'l qilib qo'ydik. Sol nog'ini o'ngdan so'l qilib qo'ydik. Lekin buni men laynim altini tashlaymiz. Right ma leftni right. Endi bo'ldimi bu? Men tushundingizmi? Xo'sh, undan o'z qancha yozib boqamdiq? Qancha yozib boqli, ha? Ma diyoga
Xiyadarım. En üstü şu an. Bu yerga H 2 çoğunlukta. Assalamu alaykum. Yakınlığa mesela. PIV. H 2 saqlab etdik. Mana chiqdi mayaga. Yana o'ng tarafga. Mush sizda bor shu-ku. Bu yerga bu yon ston bunu jasad yozib qo'yaymi mayaga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maya chiqdimi? Anoning kim? Men astaga Potter. Mana shuma. Bu yerga. Barliq huquq Şinjan Intel Kasbiy Texnika Tarbiyalash maktabi Torbat sinfiga mansub. Deb yozilib shunama. Nimaga BR. Mana mazmun yozib oldim. Mamaya chiqdi. Endi biz buning ichidagi mazmunlarni qanday to'g'rilaymiz? Xo'sh, unda bo'lsa ma diya yo'qsa qara, ha? Ma üstüma sergiye qaysi mazmunni xiyadirdi, mayada. Xiyadirninki buningki diqqat, ha? Tekstning o'rni center font family yukarı tutum. Ne oldu mu? Eğer de siz xatninki nusxasini ma'vo men bir diyelik o'zingiz bermay, bevosita en ustiga ma'budu berarsangiz, bu vaqtda betki barliq xatninki nusxasi biz yozib berganmiz, belab bergan xat nusxasi o'zgaradi. Tushundingizmi? Unda olsa yine ma xiyadirga yana qilib bir baqa ya. Mahkemet ma diğer işlemedi. Adeti biz ma tix alıcı degan o'ng so'l yo'nalish bo'yicha, ma tix alıcı degan üstte o'ttira asli yo'nalish bo'yicha shunama. Xo'sh, unda olsa biz buni qanday qilamiz? Biz buni bunday qilamiz. Ma diğerinin igiziga nechta? 70. Maya. Igizi 120. Unda olsa maya 20 nesva. Line xayyut ha. Yani yazıp bo'ldigan liniyaninki igiziga 120 qildim. Bu vaqtda qanday ketdi? Yo'qolib ketdi. Hamsa meni men onu qilib bersamchi. Asıl chiqib ketdi, ha? Yo'q. İki. Yoki 3. Bo'ldimi? Ana o'ng tarafdagi mazmuni ma o'ng tarafga kelgan omayaga. Bu qaysini dete? Sidi var mo'shni dete? Buningki text aljin o'ng tarafga. Ma bo'ldimi? Unda olsa, ma xat qanday bo'ldi hozir? Chaplashib qoldi hozir. Xat chaplashib qolmay, sal orliq qilib qolsinmi? Yani ma xat chaplashib qolmasa orliq qilib qolsin. Yani buningga padding, yani mushu qora siziqninki ikki qism ko'zli padding. Marjin bo'lsa, qora siziqninki sirtqi qism ko'zli, yani ko'hron gramkini sirtqi ko'zlidan. Paddingsi 5 bo'lsin. Arliq bo'ldimi ya da? Shunama? Arliq bo'ldi, lekin men har bir doirni buzib o'tdim ya da. Buzib o'tdi. Shunday bo'lganda
Endi men mayadagi yandagi main body'ni. Bunimi pedalni hammamiz pedalni 10 qilib beray, ya. Mening 10 bo'lsin. Endi buni bir başdan tanışıp olsam bo'ladi. 30% degani 25% qilib boqay. Ma bo'ldimi? Lekin men asti qanday bo'ldi? Asti tushib ketdi. Buni qanday o'xshaymiz? Unda bo'lsin, menimi pedalni berib boqaymi? Fotorniki. Bu vaqtda bu qanday ketdi, bu eshik qoldi, ha? Adada men fotolarni yana buning kengligini azal tanishib bersak bo'ladi. Biz yana bu fotoning pedalini bermay margin top qismini tanishib bersak bo'ladi. Margin top qismi. Mana shuma 16 ni 26 qilib boqay. Undan 36. Bo'ldimi bu? Xo'sh. Endi ma'nolik mazmunlar oxirgi bo'lsinmi? Bu men soldirib CD bor shug'imi bu? Ana bu yerga color, ya'ni bu CD borning ichidagi xatning nusxasi, xatning rangi, ha? Oppoq rangda bu. Bo'ldimi? Ost qismidan o'tlayapti. Ost qismi fotor. Buningki egiziga 80. Bunimi 80 qilib boqay, ya. Bu vaqtda 5 qilib qoldimi? Undan bu 4 qilib beray. Buniki line height, ya'ni egizi qismini. Bu yana emas, mayani. Bu yerda hozir qanday masala bor? Sal ustiga chiqib qoldi. Shunga men hozir ma'ni bermay turayapman. Bunu bermay turib, bu joy chiqsin. Andan keyin bunga men yana bir narsa beray managa. Men mazmunga ovoz ber. Buni men bir ayinchi elbetay. Bunimi ayinchi elbetdim. Endi bu masala nihoyat oson. Qanday degan vaqtda? Menga qara, ha? Fotografiya bor. Menga qurbasi fotorniki boshliq A, yani bosh fotoning A'si, ha? A'ninki buningki har bir qo'lni egizligini 20 qilib berdim. Bu vaqtda maya qanday bo'lib ketdi? 20 nomer bo'lib ketdi. Agar bevosita son yozmay pixelni yozib bersam bu vaqtda chek bo'chmaydi mendek. Har bir qo'lniki mana chiqib qoldi. Unda olsun, men buni qurbuj bermay margin top 30 keslik beray. Bunda 80. Yoki kenik piksel, ha? Ishladimi? Ishlamadi. Xo'sh, anda bo'lsa Mushu fotorniki shirki ayninki egizligini piksel mana holatda bo'lsin. Keyin azatan tashlamaydi. 40 qilib beray. Nima bo'ldimi? Endi mushkulotda ishlayotsak bo'ladi. Tushundingizmi? Buni biz yana bir narsa qo'shib qo'ying. Diqqat, ha. Qanday narsa degan vaqtda ma bilan maserni ostiga bir qo'l qistirib bu yerga boshqa xabar o'bimizdan qo'shib qo'ying. Avval mavni modelni oxirlashtirdi, ha.